Rubli borlar uchun xushxabar. Rossiyada dollar kursi yana tushishi kutilmoqda. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Dollar va rubl kurslarini ko'rib o'tamiz. Hozirda mana grafik bo'yicha Rossiyada dollar kursi tushishda davom etyapti. Mana ko'rib turibsiz. Bugun ozgina ko'tarilish bo'ldi, kechga yana tushish boshlangan. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish narxlarini ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, ko'pchilik bilgan Mir Piroligi приложениесida hisoblab ko'ryapman. 1000 dollarimiz 79.106 rublni ko'rsatyapti. 100 dollarni ham hisoblab ko'ramiz shu yerda. Xo'sh, bu приложение orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natsangiz 100 dollarimiz 7910 rublga jo'natishingiz mumkin. Boshqa приложениялар ham bor. Ko'pchilik bilgan приложениyadan bittasi Zolotoy Korona. Xo'p, Zolotoy Koronada ham 100 dollarni hisoblab ko'ramiz. Rossiyadan turib O'zbekistonga Zolotoy Korona orqali 100 dollar jo'natsangiz 7982 rublga jo'natishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'iladi, Rossiyada dollar kursi yana arzonlaydimi deganlar uchun xushxabarimiz bor. Kichkina raqamlarda bo'lsa ham dollarning arzonlashi kutilyapti. Hozir mana 1000 dollarni 79.824 rublga jo'natishingiz mumkin. Bundan 3 kun, 4 kun oldin 80 mingga 1000 dollar jo'natayotgan edingiz. 80 ming, 81 ming atroflarida edi dollar kursi. Hozir mana 79 ga tushib qoldi. Jo'natish kursi tushyapti. Ekspertlar xulosasiga ko'ra Rossiyada dollar kursi yana arzonlashi mumkin. Mana grafikda ham ko'radigan bo'lsak, 1 yil davomida dollar kursi faqat arzonladi. Bu yaxshi yangilik. Yana bir qiziq holat bor. Dollar O'zbekistonda ham arzonlaydimi deganlar uchun mana 1 yillik grafikni ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonda ham dollarning narxi kichkina raqamlarda faqat tushish kuzatildi. Mana hozir 2026-yil fevral oyini boshladik. Bundan buyog'iga ham ozgina ko'tarilish va yana tushish kuzatilyapti. Dollar arzonlashi kuzatilyapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, fevral oyida dollar kursi arzonlaydi. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham. Hozir 1000 dollarimiz 76.579 rublni ko'rsatayotgan bo'lsa, yana mana shu haftaning ichida ham 75 ga tushib qolish ehtimoli bor. Masalan, hozir 1000 dollarimiz 76 ming, ertaga yoki undan keyin 75 ming rublga tushib qolish ehtimoli bor. Bu faqat taxminiy qarashlarim. Sizda dollar kursiga oid qandaydir ma'lumot bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, birga mulohaza qilamiz. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.